O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2026-yil birinchi chorakda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan avtomobilsozlik sanoatini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor, shuningdek, ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, investitsiyalarni jalb etish va mahalliylashtirish darajasini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida hisobot davrida tarmoqda ijobiy o'sish dinamikasi ta'minlandi. 2026-yil birinchi chorak yakunlariga ko'ra, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 22 trillion so'mni tashkil etib, 2025-yilning mos davriga nisbatan 110,1% ga o'sdi. Shundan O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati bo'yicha 16,9 trillion so'm qayd etilib, o'sish sur'ati 107,6% ni tashkil etdi. Jumladan, respublika bo'yicha jami 108,8 ming dona yengil avtomobil ishlab chiqarilib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 111,8% ni tashkil etdi. Shundan UzAuto Motors'da 90,9 ming dona, BYD Uzbekistan Factory'da 5,1 ming dona, ADM Jizzax va boshqa korxonalarda 12,8 ming dona avtomobil ishlab chiqarildi. Hisobot davrida xorijiy davlatlarga 93 million AQSh dollari miqdorida eksport amalga oshirildi. Jumladan, 4 ming dona yengil avtomobil eksport qilindi. 2026-yil birinchi chorakida 18 ta investitsiya loyihasi doirasida jami 15 million AQSh dollari miqdorida investitsiyalar o'zlashtirilib, belgilangan reja 105,3% ga bajarildi. Shundan 14,2 million AQSh dollari xorijiy investitsiyalar hissasiga to'g'ri kelib, bu ko'rsatkich reja ijrosiga nisbatan 117% ni tashkil etdi. Tarmoq korxonalari tomonidan mahalliylashtirish dasturi doirasida 13 turdagi mahsulot ishlab chiqarilib, umumiy hajmi 4,9 trillion so'mni tashkil etdi hamda belgilangan prognoz ko'rsatkichlari 154,6% ga bajarildi. Yirik sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida mahsulot tannarxi 319,4 milliard so'mga kamaytirildi. Bu esa belgilangan reja ko'rsatkichlariga nisbatan 109,1% ni tashkil etdi. 2026-yil birinchi chorak yakunlariga ko'ra, tarmoq bo'yicha rentabellik darajasi 4,6% ni tashkil etdi. O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati faoliyatiga oid barcha yangiliklarni bizni rasmiy sahifalarimizda kuzatib boring.